Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyhiniki Tarihul Hulafa namlı kitabdaki dersimiz davamlaşıyotudu. Bugünkü bu faslda Jaloliddin Suyuti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu'niki sehiligi ve mardligi Rasululloh uchun qanday xizmatlar qilganligi haqida bayon bermoqchi. Shundaqla Abu Bakr Siddiq sahobalar ichidagi eng sehi mard sahobalardan biri edi deydi. Allah subhanahu va taolo suratul Laylda ve seyucennebuhel etqa ellezî yu'ti mâlehu yetezekka ila ahir sure. Pak kılınış için özünki mal dünyalarının davamlıq mertlerce hayır eksan qıp durgan bu taqvadar kişi devzaktan yarak kılındı degen bu ayet İbn Cevzi rahmetullahi aleyhiniki deyişçe Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu haqqı düşken deb umum ulamalarning ittifaqı var degenken. İmam Ahmed Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet qilgan bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shunday degan. Abu Bakrning mal dunyosidek ma'noyati dal vaqtida manfaatli bo'lgan bir mal dunyo yo'qdir degan vaqtida Abu Bakr radhiyallahu anhu yig'lab ketib deganki, "Ya Rasululloh, men va mening milim sen uchun emasmi?" deb o'zinki bir tuvanchilik, kamtarlikni bildirgan bu yerda. Abu Ya'la Ayşe radhiyallahu anhadan mushunga o'xshash ma'noda bir hadisni bayon qilgan demakdir. Endi demak bu hadis xil mashhur. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi bundaq bir hadis Ali ibn Abbas, Anas, Jabir ibn Abdullah, Abi Said al-Khudri qatorliq sahobalardan rivoyat qilingan deydi. Demak bu hadis sahih demakdir-da. Xatibul Bag'dodiy Said ibn Musayyibning mursal holatda bir hadis bayon qilgan. Said ibn Musayyibniki hadisi mursal bo'lsa, bu ham sahih hadisdek, unda kuchli hadislar qatorida e'tirof qilingan hadislar. Bu hadisga oshirib ziyod holatda mundaq bir mazmunni bayon qilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrniki melini o'zining melini ishlatgandek ishlatib chiqim qilib, xayr ihson qilib ishlatdi deb shunday degan. Endi Ibn Asakir Ayşe radhiyallahu anhaniki ve Urvat ibn Zubayrniki yo'llar orqali, ya'ni bir necha sanatda rivoyat qilganda Abu Bakr radhiyallahu anhu musulmon bo'lgan kunsi 40 ming dinar puli bor ekan. Ya'ni bir rivoyatda 40 ming dirham deydi. U vaqtda 40 ming dirham bilan dinarniki jiq farq yo'q hamda. Hozir farq bo'lgan bilan buning hammani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun xayr ihson qilib ishlatgan deydi. Endi 40 ming dinar pul degan 1 kilo 150 gram atrofida. Ya'ni 1 kilodan yuqori 1,5 kilodan tuvan. Bu bugungi kunda nihoyatda zo'r pul, shu vaqtda texim zo'r pulda. Buning hammani hamda shu musulmon bo'lgan vaqtdan tortib oxirgi umrgachilik yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun ishlatgan deb shunday deydi. Bo'lapmi Makkadik paytida nihoyatda az qatgan pullarni kabi. Abu Said ibn al-Arabi ibn Umar radhiyallahu anhu rivoyat qilsa, bu kishi mundaq deydi: Abu Bakr radhiyallahu anhu musulmon bo'lgan vaqtida uyida 40 ming dirham puli bor. Madinaga hijrat qilib chiqqan vaqtida faqat 5 ming dirham pul qolgan. Buning hammani qullarni ozod qilish, islomga yordam berish ishlarida ishlatgan. Demak bu yerda insonniki erkinlikni setilish nihoyatda muhim bo'lg'achqa, nurg'un qullarniki setilib, ularni erkinlikka chiqargan hamda. İbn Asakir rahmetullahi alayhi Ayşe radhiyallahu anha rivoyat qilinishicha, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Allah yo'lda azab qilinayotgan 7 qulni azod qilgan edi deydi. Yani bu shu Makkadik vaqtida eng ojiz, eng zaif, bechora qullar. Bu qullarniki g'o'jadarlari nihoyat katta boylar. Odatda qullarniki masalan puli ozroq, qimmat azoq bo'lsa-mu, lekin Abu Bakr olamanlar degan qulni nihoyat qimmat bahoda sotgan. Demak shunday bo'lsa-mu, hamda insonniki bular bu mu'minning erkinligi, hurriyati nihoyat qimmatli bo'lg'achqa, avval bularniki hurlikni, erkinlikni muhim bilib setib olgan. İbn Şahin Sünnet namlı kitabda İmam Bag'avi rahmetullahi alayhi o'ziniki tafsir Bag'avi namlı kitabida İbn Asakir İbn Umardan rivoyat qilib, yana bu bir necha nuqtadan bayon qilingan demakda. Men bir kuni Rasulullohning huzurida edim, Abu Bakr'im borkan, Abu Bakr'ninki ustida bir ton bor ekan deydi. O ton o'sha maydisiga shundoq bir tushiribdi, kiyibdi. Azroq jitoq yana bir chirg'an holatdagi tonlarda. Shunda Jibril sallallohu alayhi vasallam tushib topdiki, Muhammad Abu Bakr'ning ustida ton bor ekan, bu maydisiga bunday uçsug'imda yepinib olgan endi. Kiyimdekmi, kiyim emas endi bir rahna atib olgandeklamda, bir bechorlik chiqib turgan holatda. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam debdiki, Jibril makfatdan burun butun mollarni men uchun chiqim qilgan. Ya'ni o'zing sal shunday turmushdagi ojizroq holatlarini bayon qilish kerak bu jihatda. Shunga Jibril alayhisalom debdiki, Alloh uningga salom deydi, ya'ni salom deydi va deydirki, degin uningga Abu Bakrga.
Sen menden razımı muş fakir halatını yoki nafratlanamsan deb so'rab baqqan degan vaqtda Abu Bakr men Parvardigorimga nafratlandim, men rozi, Allohdan rozi degan. Lekin bu hadis to'liq nihoyatda zaif va g'arib hadis edi dedi. Abu Naim Abu Hurayra'dan Abdullah ibn Mas'ud'dan shunga o'xshashroq bir hadislarni bayon qilgan. Uning san'atlarimi yana raviylarimiz sal zaifroq. Ibn Sakirmi Ibn Abbosning hadisidan shundoq bir mazmuni chiqargan deydi. Ama bu zayıf demekçide. Hem de Hatibul Bagdadi nait aciz bir senet bilen, raviler bilen İbn Abbas radıyallahu anhu'da bir hadis bayan kılgan. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bayan kılıp dedi ki Cibril sallallahu aleyhi ve sellem düştü bana. Cibril sallallahu üstüde bir ımdalık yepince bir tondek bir uzun ton varken kiyim. Onun şu yogunu yaptı. Bu amdalıkımda kembağal ya ki amdalıkı çirip ketken konarak bir kiyimlerini yepinç kılıp algan alet mağı. Dedim ben Cibril bu nima degan vaqtida Allah farishtalarning hammasini osmondan mushtaq yepinchini otib olishni buyurdi. Xuddi Abu Bakr zimindan mushtaq yepinch otib olgan o'xshash deb shunaq degan deydi. Lekin İbn Kesir'niki deyişçe bu hadis bek munkar. Eğer onun oldidagi hadis ve muşu hadis bo'lsa, kişiler özleri bir-biriga deyishib, kişiler taqtib yuradigan gaplar bu. Lekin bunday hadislardan özümüzü qaçırgan nayt afzal edi. Demek bu hadislar zaif raqamda. Amma Abu Davud Tirmizi Ömer ibn Hattab'dan rivayet qilgan bir hadislar, ma hadis sahih hadislar. Dedi ki bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaqat qilishga buyurdi. Shuningla shu vaqt mening qishimda bir malva vaqti to'g'ri kelibdi. Dedim men bugün Abu Bakr'niki oldiga cho'qim chirikdimi deb melimning yerimini ep keldimda Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki oilangga nima qoldirib qo'yding debdi. Men yerimini yani shuni o'qishini qoldirib qo'ydim dedim. Abu Bakr o'zi ba malning hammini ekilib dediki ekeldida Peygamber sallam dedi ki Abu Bakr oilangga nima qo'yib qo'yding degan vaqtida ularga Alloh va Allohning rasulini qo'yib qo'ydim dedi. Dedim men hech qachon bir Abu Bakrning oldiga kirolmaydi ekanman dedi. İmam Tirmizi bu hadis hem hasan hem sahih dedi. Yani hasan sahih degan mutlaq sahih hadisdan bir daraja to'van lekin umuman sahih hadislar qatoridan. Abu Nuaym Hilya namlı kitabida Hasan al-Basri'de rivayet qilib, hem de Hasan al-Basri tabiinlar ichida eng yaxshi taqvo o'tgan sahobalarning biri. Hatta bu kishi bu payg'ambarimizning ayoli Ummu Salminning qo'lida cho'ng bo'lgan. Ya'ni payg'ambar oilasi tarbiyalangan kishida bu. Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki huzurga sadaqat ilip gelip bunu sil mahbirak berip demdi. Debdi ki ya Resulullah bu mening sadaqatim ve Allah'ın huzurida bir kıyamet günü azraq bir desmi bo'lsin deb shunday debdi. Ömermi o'zining sadaqasini ilip kelib, lekin bu sadaqani Abu Bakr'dagi mahbi bermay oshkor beribdi-da. Debdi ki ya Resulullah bu mening sadaqam mening bir Allah'ın huzurida kıyamet günü azraq bir desmiyim bir bo'lsin debdi. Degan ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ikkinlarning sadaqasining orasidagi farq mush so'zinglarning orasidagi farq o'xshash. Demak bu yerda Abu Bakr Siddiq bilan Ömer radhiyallohu anhu'niki ikkilisi ham da nihoyatda fazilatli katta sahobalardan bo'lsa-mu, ikkisiga ma'lum darajada ortiqchiligi Abu Bakrniki ma'lum darajada ortiq demakchi. Bu hadisning isnodi yaxshi mursal hadis dedi. Ya'ni bu qabul qilinadigan darajadagi hadislar qatorida. İmam Tirmizi rahmetullahi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mali ahadin indana yadun illa ve kad kafa'na. Biz her qanday adamniki bizga bir o'tkazib qo'ygan yaxshiligi bo'lsa, uning biz joyida biz javob qaytardik. Lekin Abu Bakr unda emas. Abu Bakrniki shundoq bizga o'tkazib qo'ygan nurg'un yaxshiliklari bizda haqqi ko'p. Lekin Alloh taolo uni qiyomat kuni mukofot bersin dedi. Yani bizim berib bo'lamadik demakchi-da. Hech qachon Abu Bakrniki meli payda bergandek, bizga kuch bergandek bir odamning meli kuch bergan emas dedi. İmam Bazar rahmetullahi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rivayet qilib bu kishi deydi, men bir kuni dadam Abu Quhofani payg'ambarimizdagi huzuriga ilib keldim. Payg'ambarimiz dediki, "O shayxni qo'yib qo'ysang men qishga boratdim" dedi. Yani bu maktab testiki bo'lgan vaqtlar, Hijriyaning 8-yili. Shuning bilan Abu Bakr debdiki, "Yo'q ya Rasululloh, bu dadamning kelishi yo'lliq filan qashirga" desam, payg'ambarimiz dediki, vaqtida biz bu hurmatni Abu Bakr bo'lg'achqa, o'g'li Abu Bakrning bizdan zo'r ko'p haqqi bo'lg'achqa, shuning uchun biz uning bu hurmatni ko'rsatyapmiz, yoki shuni bu hurmatni uning uchun saqlab hurmat bildiramiz deb shunday degan ekan. Ibn Sakir rahmetullahi Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan:
Ebu Bekir'nin töhfüstek bir töhbe, yak Ebu Bekir'nin da sehiligidek bir sehilik bizde az uçuraydı. O öz jini bilen, öz meli bilen bizge gamxorluk qilgan, bana hatta özün kızını nikahlap bergen kişi de Peygamberimiz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'unki bu töhfelerini sahablıq bildirip atıdı. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.